o'z yer maydonida loyihalashtirmasdan qo'shimcha qurilish qilgan insonlarni ko'p uchratamizda. Ular bino qurib qo'ydi. Endi qanday yo'l tutish kerak? Bunaqa insonlar juda ko'p uchratyapmiz. Qurilish qilib qo'yadi, undan keyin loyihalashtirish, boshqa muammolarga duch kelyapti. Bunday vaziyatda o'sha odamlar qanday yo'l tutish kerak? Va so'nggi savolim mana shu 937-sonli qonunda juda ko'pchilik kutayotgandi. Eng asosiy savol, 2018-yildan keyin qurilgan uylar taqdiri nima bo'ladi? Bu bo'yicha hozircha nimalar ma'lum? Bu savollarga statistik savollarga javob berishga men davlat kadastrlari, bino inshootlar davlat kadastrining boshqarma boshlig'i o'rinbosari Nasriddinov Ahad bor xodimimiz. Marhamat. Avval ya'ni qurilish qurib qo'yilyapti-da, keyin uni loyihalashtirish masalasi. Bu masala qurilish vazirligi tomonidan ko'rib chiqiladi, ya'ni qurilish vazirligi tuman shahar bo'limlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Qisqa javob berganda, avval loyihalashtirilishi kerak. Loyihalashtirilgandan keyin foydalanishga qabul qilish da'vatnomasini olinishi kerak. Bu mulk to'g'risida ketadi. Bino inshoot to'g'risida. Keyingi etapda foydalanishga qabul qilish da'vatnomasi olingandan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazishga murojaat qilinadi. Va bu jarayon hammasi avtomatlashtirilgan, shaffof tizimda amalga oshiriladi. Assalomu alaykum. Shunga qo'shimcha qilmoqchiman shu ikkinchi savolingizga. Ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori bilan o'zi qurilish kerak, loyihani tasdiqlanadigan. Agar o'sha yer uchastkasida qurilgan bo'lsa, uni o'zining jarimalari bor. Ya'ni jarima to'lanadi, keyin uni ekspertizadan o'tkaziladi. Bu o'zi ikkinchi savolingiz o'zi asosan qurilishga yo'naltirilgan savol. O'sha ekspertizadan o'tkazilgandan keyin loyihasi tasdiqlanib, keyin foydalanishga qabul qilish ruxsatnomasini olishi mumkin bo'ladi. 2018-yildan keyingi qurilgan qurilmalar taqdiri nima bo'ladi? Aniqroq aytadigan bo'lsak, bunda har xil holat bor, ya'ni yer uchastkasiga huquqiy hujjat mavjud bo'lsa, bino inshoot uchun albatta tegishli loyiha tashkilotdan loyiha olib, yuqorida aytib o'tganimizdek, foydalanishga qabul qilish da'vatnomalari bilan davlat ro'yxatidan o'tkazish mumkin. Endi agarda yer uchastkasiga yer ajratish huquqiy hujjatlari mavjud bo'lmasa-yu, to'liqligicha o'zboshimcha egallangan holatlar, ya'ni 18-yildan keyingi egallangan holatlar bo'yicha hozirgi kunda Davlat kadastr palatasi tomonidan faqat hisobga olish, ya'ni ko'chmas mulkni hisobga olish ishlari amalga oshirilmoqda. Buni taqdiri yuzasidan Qonunchilik palatasi ko'rib chiqiladi albatta. Bu jarayonda hozirgi kunda nima deydi? Takliflar tayyorlanmagan. Ben qo'shimcha qilib aytsam, bu o'sha 937-sonli qonun reglamenti ham tartibida aniq ko'rsatilgan. O'sha 2018-yil maygacha ham qurilgan bo'lishi kerak, e'tirof etilishi uchun. Demak, ungacha o'sha biz o'ta komissiya bor. Komissiyada mana Uzkosmos ham qatnashyapti. Uzkosmos tomonidan shu jarayon o'sha yerda 2018-yil may oyida qurilish bo'lganmi, bo'lmaganligi to'g'risida xulosa beradi. Bu agarda uni o'tgan bo'lsa, u komissiya o'tib rad qiladi. Chunki reglamentga to'g'ri kelmaydi. Taqdiri to'g'risida biz hozir xatlov qilinyapti. Hozir xabaringiz bor, 930 qonun ijrosini ta'minlash maqsadida 198-sonli qarori ham ijrosini ta'minlayapmiz biz, chunki yalpi xatlov olib borilyapti, mahallabay yalpi xatlov. Shu jarayonda bular ajraladi o'zi. Komissiya tomonidan rad etiladi-ku, talabga javob bermaydi. Buni keyin shu qonun bo'yicha ko'rib chiqiladi, oxir qonunchilik tomonidan. Hozirgi kunda bu bo'yicha ma'lumot yo'q, taqdiri bo'yicha. Faqatgina hozirgi kunda jamlab boriladi. Endi yana qo'shimcha qilmoqchiman shu joyda, nimaga 2018-yilgacha, keyin 2019 qolganlar qurilgan nima bo'ladi deyapsiz? Ya'ni bu yerda ikkita yil ko'rsatilgan, ya'ni 1998-yilgacha qurilgan bo'lsa, butun respublikada 24 sotkacha e'tirof etilishi belgilangan ijara huquqi.
shu 2018 yil 98 dan 2018 yilgacha bo'lsa o'sha anaqa hududlarda 12 sotuv, Toshkent shahar boshqa shaharlarda 6 sotuvdan belgilangan. Sababi o'sha 98 yilgacha bo'lganda yer qonuni bo'lgan. O'sha qonunga asosan 24 sotuvgacha berilgan. Shu qonun o'zi chiqishini asoslari bordi. 2018 yilgacha belgilanishi bilasizlar, o'sha 2017 yilda 2018 yilda umumdavlat aksiyasi e'lon qilingan edi. Ana o'sha aksiya doirasida 2018 yil maygacha qurilganlarga e'tirof etilishi belgilangan. Mana shu qonun ham o'sha aksiyani nima deydi, mantiqiy davomi desa bo'ladi. Ya'ni undan keyin nimaga belgilanmagani sababi 2019 yilda auksiondan yer olish jarayonlari boshlangan. Ya'ni 2019 yilda bemalol fuqarolar bo'sh yer bo'lsa, uni auksionga qo'yib olishi mumkin bo'lgan. O'shanga 2018 yilgacha qurilganligi e'tirof etilishi ko'rib chiqiladi. Undan keyingilari endi qonun doirasida ko'riladi uni. Qonunni anaqa temasi emasdi, bu qonun asosan o'sha e'tirof etilish jarayonlariga qaratilgan qonun. Undan keyingilarini endi o'sha qonun doirasida ko'rib chiqiladi. Unga hali anaqa qilinmagan. O'sha 2018 yildan keyinlarga qonun ishlamaydi, ya'ni qonun doirasiga kirmaydi. Qonunni o'zida keyingilar nima bo'ladi degan narsa bu o'sha 937-sonli qonunni mazmuni emas, mavzusi emas. Tushuntira oldimmi? Shunda oxirgi yo'l shu sud tartibida qolyaptimi? Shunaqa bir ma'no chiqadida. Endi sud tartibida bo'lsa, o'sha siz aytmoqchi bo'lganingiz 15 yil davomida foydalansa, unga sud e'tirof etilishi mumkin degan narsa bor, lekin yer kodeksining 91-moddasi ham bor. Ya'ni agar o'z boshimchalik egallangan bo'lsa, uni bo'shatib, o'sha o'z holiga o'sha qanday bo'lsa qaytarilishi kerak degan modda bor. 15 yil deganingiz bu agar yer uchastkasiga huquqiy hujjat bo'lsa, lekin u yerda o'z boshimcha qurilgan bo'lsa, unga taalluqli bo'ladi. 15 yil foydalansa, lekin umuman o'z boshimcha egallangan yerga u 15 yillik davr anaqa qilmaydi. Qo'llanilmaydi. Nozimjon aka, ijtimoiy tarmoqlardan ham ba'zi bir savollar kelyapti. Agar jurnalistlarimizda savollar bo'lmasa, hovli 2018-yildan oldin qurilgan, lekin bugungi kunda yashash sharoiti mavjud emas. Ushbu hovliga ham huquqlar e'tirof etiladimi degan bir savol kelibdi. Shunga ham javob berib o'taylik, marhamat. To'g'ri savol. Endi bu yerda shunaqa narsa borki, qonunda agar umuman hujjati bo'lmasa, 2018-yilgacha qurilib umuman hujjati bo'lmasa, faqatgina turar joylarga mo'ljallangan joylar, ya'ni yashayotgan bo'lish kerak. O'sha yashayotgan bo'lsa, o'sha turar joylarga qo'llaniladi. Agar u yerda hech kim yashamasa, u turar joy tariqasida ham ko'rib chiqilmaydi. Ya'ni agar hech kim yashamasa, u qonun doirasida ko'rilmaydi. Keyingi demak savolga o'tamiz. Agar soliq to'lovchi shaxs vafot etganda hamda hovlining bugungi kundagi kadastr hujjatlari mavjud bo'lmasa, ushbu qonun bilan demak hovlini yaqin qarindoshlariga rasmiylashtirib, ya'ni hujjatlashtirib olsa bo'ladimi degan savol keldi. Shunga ham javob berib o'taylik. Bunga javob bo'ladi. Agarda soliq to'lovchi vafot etgan bo'lsa, faqatgina shu vafot etgan odamga nisbatangina egalik huquqi e'tirof etiladi. Keyingi jarayonlar bular hammasi meros bilan hal etiladi. Notarial tartibda. Savollar bor? Marhamat. Noturar joy ajratilgan yerni turar joyga o'zgartirish tartibi qanday? Birinchi savol va ikkinchisi, mana 99 yilga ijaraga berilyapti bilamiz yer uchastkalari va uni xususiylashtirish tartibi qanaqa? Birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, noturar joydan turar joyga o'tkazish tartibi hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori bilan, reglament bilan tartibga solingan. U yerda hozirgi kunda o'sha turar joy sharoiti birinchi bo'lish kerak. Turar joyga moslashgan bo'lish kerak. Keyin maydoni jihatdan 4 sotuvdan iborat bo'lgandagina turar joyga ruxsat beriladi. Bu o'sha qurilish vazirligi tomonidan ko'rib chiqilib, bergan arizangiz ham ulardan aylanadi.
shular tomonidan ko'rib chiqib turib unga xulosa qilib beriladi, ruxsat beriladi. Ikkinchi savolingiz bu 99 yilga berilgan ijara, ya'ni tuzilgan ijara, bu o'sha turar joy yoki noturar joy sifatida aytilayotgan bo'lsa, bu Vazirlar Mahkamasining 71-sonli qarori bilan tartibga solingan, xususiylashtirsangiz bo'ladi. Ariza berib, davlat xizmatlari orqali murojaat qilasiz. Belgilangan tartibda u yerda kadastr hujjati bo'lib davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishi kerak mulkingiz. Keyin davlat aktivlari tomonidan ko'rilib turib bozor narxi kelib chiqadi yerni. Uni to'lovlarni belgilangan tartibda to'laganingizdan keyin sizga order beriladi xususiylashtirish bo'yicha. Qilsa bo'ladi.